Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Starki. Bugun sizlar bilan Minecraftdan video olishni boshlaymiz. Qanunda boshladik. Xo'sh. Bu chiroqlarni menimcha sidirganimiz yaxshiroq. Xo'sh. Hozircha oldimda qilich do'stim bor. Hozir sizlar bilan narsalar, mol, shunga o'xshagan narsalarni yaratishni boshlaymiz. Hozirgina men tentakka o'xshab shaharimni yo'qotib qo'ydim. Jin la'natlar. Shaharimni topishga yordam beringlar. Jin men shaharimni yo'qotib qo'ydim. Hamma tinchlanib olish kerak. Avvalo nima qilish kerak? O'ylash kerak va sarosimaga tushmaslik kerak. Voy. Men shaharimni yo'qotib qo'ydim. Endi sarosimaga tushsa ham bo'ladi. Yo'q. Voy. Mollar ko'p ekan. Yaxshi. Mollarni o'ldiramiz. Yo'q, gunoh bo'ladi. Yo'q, o'ldirganimiz yaxshiroq. Yaxshi, mollar yo'q qilish kerak. Yaxshi, mollar qochmanglar. Sizlarni o'ldirishim kerak. Yaxshi, salom do'stim. Salom la'nati. Nima kayf qil? Qochma, dada joning boryapti. La'nat xeyul troll. La'nat xeyul trolli quytiryapti. Hech qisi yo'q. Yaxshi. Yaxshi jang olib borishyapti. Yaxshi la'natlar. Videomiz yanada qiziqarli bo'lishi uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yamiz. Xo'sh. Mollar qayerga ketyapsizlar? Dadalaringdan qochmalaringiz. Nima kayf qil? Kayf qildingmi? Yaxshi, jariyat. Mendan qochma. Yaxshi. Hamma mollarni qirib bo'lishga ham oz qoldi. Xo'sh, shaharni yo'qotib qo'ydik. Sarosimaga tushdigan. Endi nima qilishni o'ylash kerak. Boshidan shahar qurishga to'g'ri keladi, ammo ko'p vaqt ketadi. Mayli. Keyingi videoda shahar qurishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Starki. Ko'rishguncha.